Murodjon Xonto'rayev o'sha jangda MMA rahbari sifatida qatnashganlar, o'tirganlar, juri hay'ati emas, rahbariyat bo'lib, o'shanda manimcha andijonlik jangchi edi yoki shu o'zbek jangchisi yo Qirg'iziston yo Qozog'iston jangchisiga qarshi ringga jang qildi o'sha klinikada va o'sha yerda to'g'ri o'zbek jangchisi butun jang davomida o'zini raqibini ustidan g'alaba qozondi. Jang zo'r bo'lyapti. Oxirgi daqiqalarda o'sha qirg'izistonlik jangchi ham oyog'i ham tissalari bilan qo'llari bilan parqini qo'lda bo'lib qolganda haligi o'zbek jangchisi efariga berilib turib tepib kallasini. Tushunyapsizmi? Bu естественно nokaut.